Allohga bo'lgan ishonch. Hayot ne'mati, qalb xotirjamligi, ko'zlar quvonchi, saodatmandlar kuni. Xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Pokiza juftni istagan yigit, Allohga bo'lgan ishonching qani? Saodatli kunni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Qarzdor banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Musibatlarni boshidan ko'tarishga bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishligiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan, ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rozgo'roq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilib degan so'zga ishonch qani? Tanglik, mashaqqatdan keyin kenglikni ham, boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi?